Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa 4 bosh yangi partiya, sveji g'onajinlarimiz, qisir g'onajin hammasi. Bugungi sanamiz 24-mart. Haftaning dushanba kuni, 2025-yil. Xudo xolasa 4 dona sifati juda ham o'tkir. Xudo xolasa boqaman degan aka-ukalarimiz baraka topadigan g'onajinlardan olib kelganmiz. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, to'rtalasini bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga juda ham yo'lda qilib narx-navo qo'yib beramiz. Tak, 9 million 500 ming so'mdan oxirgi narx-navosi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, to'rtalasi bir joyga bo'lsa 9,5 million so'mdan berib o'ramiz, xudo xolasa. Donalab olaman degan aka-ukalarimizga 9 million so'mdan 11 million so'mgacha narx-navo qo'yamiz. Uchalasidan xohlaganlaringizni tanlab olasizlar. 3 ta qoradan 9 million so'mdan, mana buni o'ziga 11 million so'm. Oxiriga berib yuboriladigan summalari. Xudo xolasa ma'qul bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Hammasi sog'lom, uchalasidan to'rtalasini ham birortasida biror joyda defekt yo'q. Sog'lom g'onajinlarimiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Hurmatli aka-ukalar, yana qaytarib o'taman. Berib yuboriladigan summalarni aytib o'tyapmiz. Yurishlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Hammasi sog'lom. Mana ko'rib turganingizdek. Qisir uchalasi, to'rtalasi ham. Mana buni o'ziga boyaga aytganimdek 11 million so'm narx-navo qo'ydik. Kichkina narsalar emas. Yaqinlashtirib olingan yo'q, yaqinlashtirib olinsa mana bunaqa bo'ladi. Mana bu necha darajada bo'lgan holatdagi video. Xudo xolasa manzilimizni yana qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Yurishlari hammasi sog'lom. Qisir to'rtalasi ham. Kimlarga olib boqaman deydigan bo'lsa, xudo xolasa baraka topadigan. Mana shu g'onajinimizni o'zini xudo xolasa 120-130 kg atrofida yuk chamalyapmiz. Go'shtning o'zi shunaqalar go'shti bor. Kichkina narsalar emas. Bo'yboslarga keladigan bo'lsak, bo'yboslarga keladigan bo'lsak 1.10 cm, 1.10 emas, lekin 1.5 ga olaverasizlar. Oshsa xudo xolasa xursandmiz. 1.5 cm dan 1.15 cm oralig'ida yoki 1.10 cm desak ham bo'ladi. Shuning uchun kamroq qilib aytaylik, lekin 1.5 chiqishiga ko'zimiz yetmayapti. 1.10 xudo xolasa kelganda bemalol metrlab olaverasizlar. O'lchamaganligimiz sababli shuning uchun 1.5 deb olaversak ham bo'laveradi. Oshirga xudo xolasa biz rozimiz. Mana bular xudo xolasa 1.10 dan kam chiqmaydi. 1.15 oralig'ida. Hammasi sog'lom.